Zam ministri qiziman hisoblang. Xo'p, o'tirib olingchi. Qaysi zam ministri ekan? Qaysiligi bilishingiz bo'lmasin, advokatga ketish kerak, qimmatroq qilib hisoblab bering. Tushunarli, advokatga ketish kerak. Bo'ldi. Bular 750 proba hammasi. Men bularni 150 sifatida olaman. Grammini 1 million 100 dan olaman. 85 million 360 ming so'm bo'ladi. Buni 583 proba, buni 150 sifatida grammini 1 milliondan olib qolaman. 14 million 220 ming so'm bo'ladi. Общий summasi 85 million 360 mingni qo'shsa 99 million 580 ming so'm bo'ladi. Короче, men sizlarni Instagramdan ko'rib kelyapman. Hammaga qo'shib berasizlar, menga ham qo'shib berasizlar. Qo'shing davay. 99 million 580 ming bo'lyapti o'zi. Mayli, Instagramdan kelgan shuni men sizga tekst qilib 100 million qilib beraman. Nima deysiz shunga? Ну ладно, Sanen. Mana 40 million, mana 60 million. Общий 100 million bo'lyapti shunda. Qo'lim shunga qoldimi? Sog' bo'lasiz. Zam ministri qiz bo'lsanglar ham, advokat qiz bo'lsanglar ham, Skupka Zolotuzga kelinglar, tilinglarni qimmatbaho narxlarda olib qolamiz.